Assalomu alaykum, hurmatli O'z Chorva YouTube kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan uzoq tanaffusdan keyin yana birgamiz. Bundan bir 4-5 oy oldin bir kunda bitta qo'yni qancha yem yeyishini hisoblab chiqarib bergan edim. Hozir ham endi 4-5 oydan keyin bu kanalga yangi qo'shilganlar bo'lishi mumkin, oldingi videoni ko'rmaganlar bo'lishi mumkin. Va hozirgi kundagi, misol uchun bir kunda mendagi qo'ylar boquvdagi, ya'ni go'sht uchun, bo'rdoqchilik uchun boqilayotgan qo'ylarni bir kunda qancha yem yeyishini hisoblab beraman. Bitta hisoblab beraman. Ko'zim ba'zi bir YouTube'larda yoki bo'lmasa Instagramda videolarga tushib qolyapti. Bitta qo'y 1900 so'm yeyapti bir kunda va mana shunday semiryapti, 2000 so'm yeyapti degan. Lekin bir oyda 20 million, 30 million, 50 million foyda ko'ryapman degan videolar ko'ryapman. Ularga ishonmanglar. Mana hisob-kitobdan oldin bir maslahatli yangi boshlovchilar uchun foydali ma'lumotlarni aytib ketayin. Chorva shunaqa narsaki, chorva bilan dehqonchilik shunaqa narsaki, u foyda uzoqroq joyda turadi. Ya'ni uzoqroq joyda turadi va juda katta bo'ladi foydasi. O'shaning uchun shundagina chorva yoki qo'yni yoki molni tashlab turib, bir oydan keyin, 2 oydan keyin shuncha foyda ko'raman deb hisoblamanglar. Chorva shunaqa narsaki, uni boshlagandan keyin uzoqroq muddatdan keyin kattaroq foyda olinadi. Endi bu ham bir biznes. Men juda ko'p tadbirkorliklar ham qilganman. Endi tadbirkorlikni o'rgataman, kenglar degan maqsadim ham yo'q. Bu ham bir tadbirkorlik bo'lgani uchun tadbirkorlik tomonidan ham tushuntirib ketaman. Qanday qilinadi? Tadbirkorlik qanday qilinadi? Tadbirkorlik shunday narsaki, masalan sizda bir 20 ta qo'y sig'adigan joyingiz bor. Bo'ldi. 20 ta qo'yni oldingiz. Unga endi 10 ta qo'sha olmaysiz yoki 5 ta qo'sha olmaysiz. Joyingiz yo'q, bo'ldi, chegaralangan, bo'ldi. Bu sizni o'sha tadbirkorligingizni zonasi hisoblanadi. Ya'ni 20 ta qo'yni 2 milliondan olsangiz, misol 2 milliondan olsangiz 20 million. Endi siz 20 ta qo'y uchun 1 yil boqadigan bo'lsangiz, 1 yillik yemishni ham oldingiz deylik. Aytaylik, uni ham bir 10 millionga oldingiz deylik. Misol. Demak, 20 million, 10 million, 30 million. Bo'ldi. Demak, sizni eng full pul tikadigan biznesingiz 30 million ekan. Eng ko'pi. Undan ziyodlik qiladi, sig'maydi hech qayerga. Demak, 20 ta qo'yni olasiz, 10 millionlik yemishni olasiz, yemini olasiz, bo'ldi. Boqasiz 1 yil, sotasiz, yemishingiz ham, yemingiz ham tugagan deylik. 10 ta qo'yni sotdingiz ham deylik. Aytaylik, sotdingiz 10 ta qo'yni, yemishingiz tugadi. Siz 30 million xarajat qiluvdingiz, sizda 50 million pul paydo bo'ldi. Siz bu yerni tugatdingiz deylik. Bo'ldi. Endi yana siz nima qilasiz? Yana o'sha 10 ta qo'y va o'sha 10 ta qo'yga yetarli yemishni olib zapas qilasiz. Sizga o'shandan o'z-o'zingiz pul ortadi. Siz ayirib olishingiz kerak emas pulni. Biznes shunaqa narsaki, qanchadir pulni nimadir tadbirkorlikka tikdingizmi yoki chorvaga tikdingizmi, uni sotib, mana shunchaga oluvdim, buncha xarajat qildim, mana shu bitta qo'yimga aytaylik 500 ming so'm foyda qoldi, 500 mingni ajratib olib kissaga tiqish kerak emas. Biznes shunaqa narsa, pulni tikdingizmi? U pul o'zi ajralib chiqish kerak sizga. O'zi ajralib chiqadi. O'zingiz bilmay qolasiz. Shunday pul ajralib qo'lingizda qolib ketadi. Hamma yana o'sha resurslaringizni taxlaganingizdan keyin qo'ydi, yemdi, yemishdi, hamma narsani taxlagan paytingiz qo'lingizda shuncha pul qolib ketadi. Bu meni foydam ekan deysiz o'sha. Mana shunaqa. Masalan, menda umumiy 70 ta qo'yga joy bor hozirgi kunda. Men 70 ta qo'yni solaman, yemlar taxlayman 70 ta qo'y uchun va ketdi. Tayyor bo'lgandan keyin qo'yimni sotaman. Masalan, 10 tasini sotdimmi, o'rniga 10 ta olib tiqib qo'yaman. O'sha paytda meni yonimda pul qolgan bo'ladi. O'sha meni foydam bo'ladi. Masalan, o'sha yemi, ya'ni 10 ta qo'ydim boqishga, yana 10 ta qo'yni yemishini men zapas qilib qo'ydim va yonimda pul qoldi. Demak, o'sha meni foydam bo'ladi. Men ajratib olishim kerak emas, hisob-kitob qilib har birini. Lekin hisob-kitob qilish kerak. Nima uchun? Hisob-kitob qilish mavzusiga ham hali qaytamiz. Men umumiy biznes haqida tushuntirib ketyapman hozir. Keyin ba'zi birlar bor, masalan, tadbirkorlik qiladida, do'kon ochadi yoki nimadir qiladida, foiz qo'yadi ustiga. 15%, 20% qo'yadi ko'plar. Keyin nima qiladi? Misol uchun, bir oyda 100 million so'm savdo qilsa, 100 million so'm hisoblab chiqadi, yozib, 100 million bo'ldi. Endi 100 millionning 20% meni foydam deydi. Bu noto'g'ri.
Buni o'sha do'koni bor tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Hozirgacha aniq javob beraman. Tanishlaringiz bo'lsa so'rang. Bir oyda 100 million so'm savdo qilsang, necha so'mmi seni foydang bo'ladi agar 20% qo'ygan bo'lsang deb so'rangda. 20 million deydi. Bu noto'g'ri. Bu 100% noto'g'ri. Ular shu paytgacha adashib yurgan bo'ladi. Nima uchun? Endi mana men hisoblab beraman. 100 millionlik tovar bor edi. O'sha 100 millionlik tovarni har biriga 20% dan mindirdi. Nima bo'ldi? U hammasini sotib bo'lsa 120 million so'm pul bo'lish kerak bo'ladi yonida. Endi hammasini sotib oldi deyilgan misol. Tovarini to'ldirdi-da 120 millionni pulida qo'liga oldi. Hech nima qolmadi do'konida bir oyda. 120 million. Endi o'sha 120 millionlik savdo qildi degan, to'g'rimi? Ha. O'shani 20% qancha bo'ladi? 24 million bo'ladi. 120 millionning 20% 24 million bo'ladi. Lekin u 20 million mindirdik ustiga. 4 million qayerdan paydo bo'lib qoldi? Shundan kelib chiqadi, hisob-kitobni noto'g'ri qilayotganligi aniq bo'ladi. Ya'ni 20% hisoblab 20 million olib kissasiga solib qo'ysa, bir oydan keyin u nima qilgan bo'ladi? U do'konining o'sha 100 million tikuvdi-ku boshida misol. O'shaning qiymatidan pul olib kissasiga solayotgan bo'ladi, ya'ni. Har oy shunaqa qilsa, do'konidan yemirib kissasiga solaverayotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Do'konidan. Ya'ni demoqchiman, bir yil agar shunday qilsa, do'konda hech nima qolmay qoladi. Ya'ni u foydani olib ishlataveradi-ku, men foydam bu deb. Bir yil shunday qilsa, misol, do'konda hech nima qolmay qoladi. Keyin hayron bo'ladi, nima savdom kamayib ketdi. Biznes unaqa bo'lmaydi. Biznes aniq hisob-kitoblarga tayangan holda o'sha 20% mindirdimi? Bir oyda aytaylik. Umumiy bir oylik savdosi 100 million bo'ldimi? 100 millionning 20% uni daromadi bo'lmaydi. Uni hisoblash kerak. Ya'ni aytaylik, 120 million so'm savdo qilganda uning 20 million so'mi foyda bo'ladigan bo'lsa, foiz bilan qiymat boshqa narsa. Endi bu yoqda boshlaysiz, ortish niyatim yo'q, chorvaga qiziqayotganlarga. Tadbirkorlikda ozroq chekirib o'tib ketdik. Chorva ham shunaqa. Ya'ni hisob-kitobni aniq qilish kerak, hisob-kitobni, lekin olib kisaga qilib qo'yish kerak emas. Full pozitsiya, ya'ni to'liq pozitsiyada ishlash kerak, o'z-o'z pul ajralib chiqaveradi. Ya'ni shunaqa. Menda misol 70 ta qo'y bo'lsa, kimdadir 10 ta, kimdadir 50 ta joy sig'adi. O'shani ishlash kerak, pul o'zi ajralaveradi. Xuddi shunaqa holatda ishlash kerak. Bu tadbirkorlik yo'nalishida ozgina tushuncha berib ketdim. Xudo xolasa hali yana tadbirkorlik bo'yicha bu ham bir tadbirkorlik. Avvalambor sunnat amal qo'y boqish, tadbirkorlikni bir asosiy qismlaridan bittasi. Uni ham tushuntirib ketaman. Demak, hisob-kitobga qaytamiz. Hisob-kitob. Bugungi kunda menda hozirgi vaqtda katta qo'y va qo'chqorlar bilan, ona qo'ylar bilan qo'chqorlar umumiy soni 50 ta. 50 ta qo'y uchun hozirgi vaqtda yemish va yem beriladi. O'shani bitta qo'yga nech puldan tushayotganini hisoblab beraman. Ya'ni bo'rdoqchilikka boqilayotgan qo'y uchun hisoblab beraman. Ona qo'ylarim shunchaki ko'paytirish uchun bolalarini olib, yana kelajakda bolalaridan bola olish uchun boqilyapti. Uni hisoblab bermayman. U meni tadbirkorligimda boshqa bir qismi. Tadbirkorligim asosiy mana bo'rdoqchilik. Ketdik. Demak, bir hafta uchun mana shu 50 ta qo'y uchun 12 ta 25 ming so'mlik mosh va loviya press chiqaraman. 25 ming so'mdan donasi. Bida tugagan, bida ham 25 ming so'mda farqi yo'q. 12 ta chiqaraman bir hafta uchun. 6 ta samon 10 ming so'mdan. Demak, 250 ming, 300 ming so'm mosh bilan loviya press bo'lyapti 12 tasi va 60 ming so'm samon bo'lyapti. Demak, umumiy 360 ming so'm. Endi 360 ming so'mda men 7 kun yediraman 50 ta qo'yga. 360 ni 7 ga bo'lsak, 367 ga bo'lsak, shunda 51 ming turist so'mdanmi tushadi. 51 ming turist so'mdan tushsa ham, endi uni men 50 ga bo'laman. Ya'ni birinchi 7 ga bo'lib yordim. Bir kunda 51 ming turist so'mmi, 51 ming 500 so'mmi yeykan demak. 51 ming 500 so'mmi yeykan. Bitta qo'y, hamma qo'y bir kunda yemishdi. Endi men 50 ta qo'y bormi? 50 taga bo'lsam 1000 so'mdan tushadi. Grubi. 1000 necha so'mdan tushadi aslida? 1000 so'mdan deylik. 1000 so'm bitta qo'yim bir kunda 1000 so'mlik yemish yerkan. Loviya, mosh va samon.
pres 1000 so'm. Endi demak, hozirgi kunda men qo'ylarimga bug'doy va makkani drabelkadan chiqarib, maydalangan holatida 500 grammdan beryapman. 500 gram bosh, har bitta boshiga 500 grammdan, 500 grammdan keyin kepak qo'shiladi. Где-то bir 150-200 gram, uzog'i 100 grammdan qo'shiladi. O'sha har bitta qo'yda yeydigan 500 gram yemiga, makka bug'doy drabelkadan chiqarilganiga. Xo'p, shunda bitta qo'y bir kunda 1 kilo yerkan-a, makka va bug'doy. Men makkani 2700 so'mdan olganman. Bug'doyni 2500 so'mdan olganman. Shunday ekan, 2700 ga 2500 ni qo'shsak 5200 so'm bo'ladi. 5200 so'mni 2 ga bo'lsam, shunda aralashmaning 1 kilosining puli chiqadi. Ya'ni 2600 so'm. Demak, 2600 so'm bir kunda bitta qo'y drabelkadan chiqarilgan aralashmani 2600 so'm yerkan. Bu yerda nima bor edi? Bizda 1000 so'mlik yemish bor edi. 3600 so'm. 3600 so'm yemish va yemi bo'ldi. Endi drabelkadan chiqarish va kepak ikkalasini ham qo'shib, boshqa mayda-chuyda xarajatlarni ham qo'shib, umumiy katta hisobda, ya'ni eng ko'pi bilan yegan taqdirda 4000 so'm deb hisobladim men. Ya'ni 400 so'm kepakka bitta qo'y uchun. Bu ko'p o'zi aslida. Bitta qo'y uchun kepak 400 so'm bir kunda yeyishi juda ko'p aslida. 400 so'm elektr energiya hisob ishlatiladi, mayda-chuyda narsalari, hamma narsasini shu 400 so'm ichiga tiqib yubordim men. Mayli. Demak, o'shanda bitta qo'yim, bo'rdoqchilikka boqilayotgan bitta qo'yim 4000 so'm bilan bir kunda umumiy bir kuni o'tadi. Bu degani, bir oyda 30 kun bo'lsa, 120 ming so'm bilan bitta qo'y hozirgi kunda 500 gram yem yeyotgan holatida 120 ming so'm xarajat bo'lar ekan bir oyda, 30 kun ichida. Endi savol tug'ilishi mumkin. Ko'plarga aniq, tiniq aytib ketaman. Bitta qo'yga 1 kilo bir kunda, ya'ni ertalab 500 gram, kechqurun 500 gram beradi. Ertalab 500 gram, kechqurun 500 gram. Yemni yeb bo'lgandan keyin, yemish solaman. Yemni yeb bo'lgandan keyin yemish solaman. Abitda hech nima berilmaydi. Faqat suvi har doim solingan holatda turadi. Bo'ldi. Qo'shimcha hech qanday yem berilmaydi. Hozirgi hisoblab bergan hisob kitobimdan tashqari. Endi xo'sh, bizda qancha bo'ldi? 2600 so'm, 1000 so'm yemish bo'ldi. 3600 so'm, 400 so'm buni qo'shdik, 4000 so'm bo'ldi. Bu videoni 1900 so'm bilan qo'y boqib semirtiryapman deganlarga tashab qo'ying. 2000 so'm bilan qo'y boqib semirtiryapman deganlarga tashab qo'ying. Bitta narsani unutmanglar, qo'y 500 gramdan kam yeyaptimi? 400 gram, 300 gram, 350 gram, ha? Demak, u juda arriq holatda o'zgargan bo'ladi. Endi bu yog'iga o'sish uchun undan ziyodroq berish kerak yem. Qo'yga o'zi to'liq pozitsiyasiga yetib boradi, o'sha payt yem yemay qo'yadi o'zi. Kam yeydi, kam yeb qo'yadi. Shuni to'kma holatga kelib qoladi. O'sha holatda. Unda o'zi nima desa bo'ladi? Kam yeb qo'yadi yemni, kam yeydigan holatga kelib qoladi. Ana o'sha payt aytishingiz mumkin, meni qo'yim hozirgi kunda tashlayapman 1900 so'm yeyapti deb. O'sha unda suv ish kerak bo'ladi, uni semirib bo'lgan bo'ladi, olarini olib bo'lgan bo'ladi, qo'y. Shunaqa holat kelgan bo'ladi. Endi o'sha bir oyda 50 million foyda qilyapman, 30 million foyda qilyapman, 50 ta qo'ydan 70 million foyda qildim degan odamlarga bitta gapim. Avvalo bunaqa videolarni taxlab YouTube'ga qo'yyaptimi? Aniq fakt bilan gapirish kerak. Aniq fakt bilan. Men har doim fakt bilan gapiraman. Nima uchun men bunaqa videolar chiqaraman? Boshlovchilar chetda Rossiyalarda ishlab yuribdi, musofir yurtlarda ishlab yurgan birodarlarimiz bor. Musulmon birodarlarimiz bor. O'shalarga foydali bo'lsin. Nimaga? Ular bir oyda 50 million, 20 million foyda qilyapman degan odamlarning gapiga kirib, bu yoqda bir 3000-4000 dollar pulini olib, kelasi tayyor ishlarini tashlab, shuni borib o'sha reklama qilingan qo'ylarni olasizlar, bu yoqda muzlab o'tirmasin degan maqsadda aniq faktlar bilan aytib hisoblab va qaysi qo'ylardan boqsa, qanday boqsa, qancha vaqtda foydaga kirishliklarini men aytib beraman.
Mana shunaqa. Endi hop, video uzun bo'lsa ham, endi uzoq muddatda bitta video chiqarayotganligim uchun yana bir ma'lumot qo'shib ketaman. Yana bir ma'lumot nima? O'sha yangi boshlovchilar, chetda yurganlar, kelib turib shu chorva bilan shug'ullanib, chetga qaytib chiqmasdan shu yerda shu daromad qilib oilamni boqaman deganlar uchun maslahat. Maslahat nima? Birinchi navbatda yuqorida aytganimdek, qo'y sig'adigan joyingizni taxlaysiz. Qo'y nechtaga pulingiz yetadi va nechta qo'y bilan boshlay olasiz. O'shani hisobga olasiz. Aytaylik, 15 ta yoki 20 ta qo'y sig'adigan joy. Misol. Endi bo'rdoqchilik bilan shug'ullanmoqchimisiz? Birinchi navbatda aniqlab olish kerak. Shunchaki reklamalarga uchib, birdan borasa to'g'ri kelgan qo'yni olib boqib bo'lmaydi. Birinchi navbatda aniqlash kerak. Nima kerak? Qo'ylarni olib, qo'chqor qo'yib, uni bolasini olib sotib foyda qilamanmi? Yoki qo'chqorni o'zini olib, semirtirib, qassoblarga berib, sotib daromad qilamanmi? Endi bo'rdoqchilik yo'nalishi bor, bu yerda sog'liq qo'yni boqib, bolasini olib, o'zini sotish yo'nalishi bor. Shunaqa. Yoki seleksiya bor. U seleksiya o'sha boshqa high level, ya'ni yuqori daraja degan, high level degan. U high levelda endi shunaqa zamonaviy so'zlarga ham o'rganishimiz kerak chorvadorlar. High level degani yuqori daraja degani. Yuqori darajada nima desa bo'ladi? Puli ko'p, chorvasi qo'yi 1000 ta, 500 talar pul yotibdi. U odamlar o'sha pul oqib keladigan yo'nalishga tushib olgan, qizig'iga arashani olib, qimmat 10 ming, 15 ming dollar, 5 ming dollar, 3 ming, 4 ming dollarlik sog'liqlarni olib, 15-20 ming dollarlik qo'chqorni qo'yib, seleksiyasini oladi. O yo'nalishga endi boshlovchilar qiziqmagani ham yaxshi. Endi biz o'rta darajada gaplashamiz. Ya'ni bo'rdoqchilik yoki bo'lmasam qo'yni ko'paytirish yo'nalishi bilan gaplashaveramiz. Birinchi yo'nalish tanlab olish kerak. Qaysi yo'nalish menga ma'qul deyish kerak. Agar qo'shimcha qayerdadir ishi bo'lsa, kun o'tib turadigan, shunaqa bo'lsa, men tavsiya qilgan bo'lardim. Birinchi navbatda ona bola qo'y sotib olib, ona bola. Bo'g'oz olmasdan, bo'g'oz hali ham men o'sha fikrdaman, eski fikrimdaman. Bo'g'oz qo'y olish kerak emas. Ona bola qo'y olish kerak. Nimaga? Ona bola qo'yni olib, qimmat olish kerak emas. O'shanda ham 1 oylikmi, 2 oylikmi bolasi bilan olsa, 2 oy boqib, onasini shundoq qo'chqorga qo'yadi, 5 oydan keyin tug'ib beradi u yana. O'sha bolasi katta bo'lib tayyor bo'lgan bo'ladi. Bolasini xolasa sotadi, xolasa qo'chqor bo'lsa yemlashga tashab qo'yadi. Mashina o'ynalishlar bor. Bo'rdoqchilikda bo'lsa 2 tish yoki shishakka o'tgan qo'chqorlar olish kerak. Yaxshilab parvarishini qilish kerak-da. 300 gram, 350 gram yemlardan boshlab, sekin ularda lekin kamida 7-8 oy boqish kerak bo'ladi. 7-8 oy boqqandan keyin zo'r pul tashib ketadi. 1,5-2 million pul tashib ketadi bir donasi. Bir donasi. Ya'ni demoqchi bo'lganim 7-8 oydan keyin mevasini ko'rasiz. Olib tashlab boqqaningizdan keyin. Endi bu mavzu bo'yicha ham alohida video qilganman, YouTube kanalimda turibdi. Iloji bo'lsa o'shani ko'rib chiqsanglar, obuna bo'lgan, yangi obuna bo'lganlar yaxshi bo'lardi, manfaatli bo'lardi o'zingizga. Bizda hech qanday manfaat yo'q hozircha. Ya'ni demoqchiman, nimani reklama qilganim yo'q. Kimlardir bu videolar taxlaganim uchun daromad qilganim yo'q. Hammasi savob. Savob uchun duo qilsanglar bo'ldi, bizga shuni o'zi yetadi. Xalqning duosi bu juda katta narsa, shaxsan men uchun. Kimgadir manfaatli bo'layotgan bo'lsa, xursandman. Ba'zi bir faktsiz, isbotsiz shunchaki og'zaki aytib yorilayotgan gaplarga ishonmanglar. Maqtaladigan maqtab falon so'm deyilayotgan qo'ylarni ham allanib olib qo'ymanglar. Juda ham chuqur o'ylanglar. Ayniqsa bozorga chiqib oylar, endi boshlovchilar o'zlaring ko'zlaring bilan ko'rib tanlab oylar. Ya'ni ona bolami, qo'chqormi? Ko'rib, qo'chqor olganda ko'zlarini ko'ringlar, jigari toza bo'lsin. Oyoqlari, orqa oyoqlari misol uchun raxit bo'lgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Lekin dumbasiga qarash kerak bo'ladi. Yana nima? Oldiga qarash kerak bo'ladi, juda ingichka emasmi qo'chqor bo'lsa. Xullas, kengroq, uzunroq bo'lish kerak, balandroq bo'lish kerak. Ha shunaqa kategoriyalarga qarab tanlash kerak. Ona bola qo'yda ham xuddi shunday.
Yana nimalar qoldi? Endi bitta vada esimda turibdi. Bu bo'yicha video ham taxlagandim. Drabelka masalasida. Endi drabelka masalasi video qilgandim. Faqat chiqarmadim. Endi chunki o'sha men sotib olgan drabelkani emblemasi yozilganlari ko'rinib qolgan. Kimnidir drabelkasini yaxshilab qo'yib, kimnidir drabelkasini yomonlab qo'yib, reklama qilib qo'yib, keyin u kimdir shunga ishonib olib, shu bolani aytgani uchun oldim, bunaqa ekan degan gaplar bo'lmasligi uchun juda o'ylanib qoldim to'g'risi. O'shaning uchun bu to'g'risida videoni boshqatdan taxlaymiz. Nasib qilsa. Shunday ekan, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolisa. Keyin bitta gapni aytib qo'yay. Chorvadorlar, molingizni, qo'yingizni sotmoqchimisiz? Menga aloqaga chiqing. Toshkentda, atrofida, Toshkentda bo'lsa, shanba, yakshanba kuni Xudo xolisa borib videoga olib chiqarib beraman. Hech qanday manfaatsiz. Mana shu kanalda. Savob uchun. Kattakon rahmat, ishlarga omad. Obuna bo'lishni unutmanglar.